Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan esse'da dalil turlari va ularni vaziyatga moslab ishlatish usullari haqida bilib olamiz. Avvalo o'zim haqimda. Men Cho'leva Gulchehra Toshpo'latovna Buxoro shahrida joylashgan Pinnacle School o'quv markazining asoschisi va rahbariman. 13 yillik repetitorlik tajribaga egaman va men bilan ko'plab o'quvchilar yaxshi natijalarga erishgan va filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD darajasiga egaman. Demak, darsimiz mavzusi esse'da dalil turlari, ularni vaziyatga moslab ishlatish. Keling, avvalo dalil nima uchun kerak degan savolga javob bersak. Bu bilan esse'da dalilning o'rni, ya'ni vazifasi bilan ham tanishamiz. Birinchidan, muallif fikrini tasdiqlash uchun dalildan foydalanamiz. Bilingki, esse'da fikr berasiz-u, ammo dalilsiz bo'lsa, u aniq fikr emas, shunchaki mulohaza bo'lib qoladi. Ikkinchidan, o'quvchini ishontirish uchun biz dalildan foydalanamiz. Bilingki, esse'da siz tarafdorlik qilayotgan tomon yoki yoritayotgan fikrlaringiz umumiy, bir yoqlama bo'lib qolmasligi uchun siz albatta unga dalil berishingiz shart. Uchinchidan, mavzuni chuqur tushunganini ko'rsatish uchun ham dalil beriladi. Esse'da mavzuni aniq tushungan, chuqur tushungan o'quvchi albatta unga dalil bera oladi. Va nihoyat eng asosiysi, so'nggisi, essening bahosini oshirish uchun ham biz dalildan foydalanamiz. Bilamizki, esse 24 balli nizom asosida baholanadi va uning birinchi bo'limi 3-bandida dalil berganda 2 ball bilan baholanishi haqida shart mavjud. Ya'ni bilamizki, esse doim ikkita qarashli, ya'ni ikkita tomonli bo'ladi. Biz esse'da mana shu ikkita tomonni to'liq yoritib, to'g'ri yoritib uni dalillashimiz shart. Demak, sizda esse'da ikkita dalil bo'lishi kerak. Agar mavzuning tomonlari yoritilsa-yu, ammo dalil berilmasa, sizga shu aynan qismdan 0 ball beriladi. Shuning uchun ham dalil juda muhim ekan. Endi keling, esse'da biz qo'llashimiz mumkin bo'lgan dalil turlari haqida bilib olsak. Dalilda biz aniq ma'lumotlardan foydalanishimiz mumkin. Endi aniq ma'lumotlar deganda biz hayotda ko'rib yurgan, o'zimiz tajribamizdan o'tkazgan, yurtimizda ro'y berayotgan ijtimoiy voqea hodisalar, ma'lumotlarni inobatga olamiz. Shu o'rinda aytishim kerakki, shaxsiy hayotingizdan olingan dalillar, ya'ni tarjimai holingizga tegishli bo'lgan dalillarni ham esse'da keltirish mumkin. Masalan, xolamning qizi yoki ammamning o'g'li yoki qo'shnim yoki sinfdoshim yoki partadoshim kabi dalillarni berish mumkin. Ammo men bunday dalillarni berishni tavsiya qilmayman, chunki haftada 300 dan ortiq o'quvchining essesini tekshiradigan ekspert sifatida shuni ayta olamanki, bunday dalillarni yozayotganda ko'pchilik o'quvchilar publisistik uslub talablarini buzadi. Ya'ni bu dalili ko'proq so'zlashuv uslubida, og'zaki shaklda bo'lib qoladi. Agar siz hayotingizdan olingan shaxsiy tajribalaringizni publisistik uslubda yoki ilmiy ommabop qilib, esse uslubiga moslashtirib yoza olsangiz, bemalol yozish mumkin. Ikkinchisi, aniq raqamlar, yil, sanalar, statistik so'rovnoma natijalari kabilar ham dalil bo'la oladi. Bemalol ulardan ham dalil sifatida foydalanishingiz mumkin, ammo aytadiganim, ko'pchilik o'quvchilar dalil berishim kerak deb yolg'on, ya'ni uchramaydigan, o'zidan to'qigan dalillarni beradi. To'g'ri, esse ekspertlari baholayotgan paytda dalillarning yolg'on yoki rostligini tekshirishga mas'ul emas, ya'ni bo'yniga olmaydi va nizomda ham, esse tekshirish yo'riqnomasida ham bu haqda biror joyda berilmaydi. Ya'ni yolg'on dalil uchun sizdan ball ayirmaydi. Ammo shuni bilingki, siz yozayotgan esseni tekshirayotgan ekspert sizdan tajribasi ancha yuqori. Bu birinchidan. Ikkinchidan, u sizdan ko'ra ko'proq esse o'qigan, sizdan ko'ra ko'proq esse bilan tanishgan. Sizning yozayotgan yolg'on dalilingiz o'xshamay, ya'ni qo'pol qilib aytganda, gapingizga yopishmay qolsa, vaziyatga mos bo'lmaydi yoki mantiqiy izchillikning buzilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun doim o'quvchilarimga yolg'on dalil berishni tavsiya qilmayman. Uchinchisi, tadqiqotlar,
olimlarning yangiliklari, jurnal, gazetalardagi ma'lumotlarni bilsangiz ham bemalol ularni dalil sifatida foydalansangiz bo'ladi. Endi aytishingiz mumkin, ustoz, biz bunday dalillarni bilmasakchi, shunday mavzu tushsa, u mavzudan biz xabardor bo'lmasak yoki fikrimiz bo'lsa-yu, bunday aniq dalillarni bilmasak. Agar sizda aniq dalil bo'lmasa, bemalol argumentlardan foydalansangiz bo'ladi. Argument nima? Uning dalildan farqi qanday? Bu haqda ham dars davomida tanishib boraveramiz. Keling endi siz bilan dalil turlari haqida gaplashdik. Endi shu dalillarga misol bersak. Misollarimiz noyabr oyi imtihonlarining birida tushgan mavzu yuzasidan bo'ladi. Ya'ni shahar jamoat transportidan foydalanish hukumat darajasida ko'rib chiqilmoqda. Jamiyatning faol qatlami jamoat transportidan foydalanishni targ'ib qilishadi, ayrimlar esa bunga e'tiroz bildirishadi. Shu mavzu yuzasidan dalillarni ko'ramiz. Keling, aniq ma'lumotli dalilga misol ko'rsak. So'nggi yillarda mamlakatimizning bir qator shaharlarida transportning kelib chiqadigan muammolarining oldini olish uchun elektrobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Elektrobuslarning yo'lga qo'yilganligi aniq ma'lumot va biz buni eshitib, ko'rib yoki axborotlardan bilib yuribmiz va buni esseda dalil sifatida bersak, bemalol qabul qilinadi. Yoki aniq raqamli dalilga misol ko'rsak. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda shaharlardagi havoning ifloslanish darajasining qariyb 60% shaxsiy avtomobillar hissasiga to'g'ri kelgan. Bu statistik ma'lumot, aniq dalil, aniq raqamli dalil. Agar siz mana shunday aniq raqamli dalilni bilmasangiz, ammo taxmin qilsangiz, bemalol siz uni taxminan 60% yoki taxminan 60% dan oshiqrog'i yoki kamrog'i deb taxmin sifatida ham raqamlarni berishingiz mumkin. Bu yolg'on dalil bo'lmaydi. Siz shunchaki bu dalilni bilasiz-u, aniq raqam imtihon payti esingizdan chiqyapti. Demak, yolg'on ishlatgandan ko'ra uni taxmin qilayotganligingizni bildirib yozib ketsangiz, siz xatoni oldini olgan bo'lasiz. Endi keling, yuqorida aytganimdek, dalil hamda argumentni farqini ko'rsak. Bu mavzuga tayyorlanayotganimda o'zbek tilining izohli lug'ati sayti sanalmish Izoh.uz sayti orqali argument va dalil so'zlarini izohini qidirdim va bildimki, ikkalasining izohi bir-biriga o'xshaydi. Keling, buni ko'ramiz. Argument fikr, da'vo, shu kabilarni isbotlash uchun asos. Dalil hisoblansa, dalil esa fikr, mulohaza, shu kabilarni tasdiqlovchi, ular haqida dalolat beruvchi isbot, fakt hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, biz bemalol o'zbek tilida dalil hamda argument so'zlarini variantdosh, ya'ni ma'nosi bir-biriga yaqin so'z sifatida almashtirib ishlatsak bo'ladi va ikkalasi ham berilayotgan fikrni dalillash uchun, isbotlash uchun ishlatiladigan jumla hisoblanar ekan. Ammo nozik farqi bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, dalil so'zi izohida fakt so'zi turibdi. Fakt bu aniqlik darajasi yuqori bo'lgan ma'lumot hisoblanadi. Mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, argument ham dalil, ammo ko'proq umumiy, fikrni izohlashga, xulosasini keltirib chiqarishga yordam beradigan jumla. Dalil esa argumentdan aniqligi bilan farq qiladi. Demak, siz berayotgan fikringizni izohlasangiz ham, ya'ni uni tahlil qilsangiz, unga asos keltirsangiz ham bu argument bo'ladi va dalil hisobiga ketadi. Demak, shu yerdan xulosa qilish mumkinki, agar sizda aniq raqamlar, aniq ma'lumotlar, tadqiqot natijalari bo'lmasa, siz kuchli argument ishlatsangiz, dalil sifatida qabul qilinadi. Keling endi argumentga misol ko'rsak. Masalan, jamoat transporti hamma hududlarda bir xil darajada qulay emas. Bu yerda jamoat transportidan boshlangan emasgacha qism bu fikr hisoblanadi. Endi bu fikrimiz yanada ta'sirli bo'lishi uchun, ya'ni bizga ball berishi, o'qiyotgan ekspertni bizni fikrimizga rozi bo'lishi, ko'nishiga undaydigan holat bu undan keyin dalil berish hisoblanadi. Shuni isbotlash uchun argument beramiz. Masalan,
Ularda yo'lovchilarning gavjum bo'lishi, ko'p hollarda jadvalga rioya qilinmasligi noqulaylik tug'diradi. Biz nima dedik? Jamoat transportlari qulay emas dedik va ana shu qulay emasligini ikkita argument bilan izohladik. Birinchi argument yo'lovchi gavjum bo'ladi. Ikkinchi argument esa jadvalga rioya qilmasligi ham mumkin. Bu aniq dalil emas. Aynan shunday bo'ladi degani emas, ammo kuzatilishi mumkin bo'lgan holat. Shuning uchun bu argument aynan dalil sifatida qabul qilinadi. Demak, shu o'rinda tushundingizki, dalil bu aniq fakt. Argument esa shu fikrimizning izohi, asosi, tahlili bo'lishi mumkin bo'lgan. Umumiylik darajasi dalildan ko'ra farq qiladigan, ammo fikrimizni isbotlashga xizmat qiladigan jumla turi ekan. Endi yana bir holat bor. Dalil berib yoki dalil topa olmaganda argument berib ham ball yo'qotish mumkin. Esset tekshirish nizomining 1-bo'limi 3-bandida vaziyatda berilgan ikkita qarash, ya'ni ikkita tomon ham dalillansa 2 ball bilan baholanishi aytib o'tilgan. Agar vaziyatlardan biriga dalil berilsa, ammo ikkinchisiga dalil berilmasa, siz 0.5 ballingizni yo'qotasiz, ya'ni shu banddan 1,5 ball beriladi. Bu mayli, ammo e'tibor bering, agar mavzuni ikkita tomoni ham dalillansa-yu, bir tomoni vaziyatga mos bo'lmasa, siz naq 1 ball, 24 balldan naq 1 ball yo'qotasiz. Demak, dalil bermaslikdan ham ko'ra dalilni vaziyatga mos emas berishlik sizdan yana ko'proq ball ayrishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, demak, dalil vaziyatga mos emas degani nima degani? Bu mavzu yoki muhokama qilinayotgan fikrni bevosita isbotlamaydigan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri isbotlamaydigan chetlashgan dalil hisoblanadi. Bu dalil ammo berayotgan fikringizga, jumlangizga mos emas, undan chetlashgan yoki bevosita isbotlamaydi. Demak, keling endi vaziyatga mos bo'lmagan dalil qanday bo'lishi mumkinligini ko'rib o'tamiz. Misolga e'tibor bering. Jamoat transportini rivojlantirishning ijobiy jihatlari ko'p. Birinchidan, bugungi kunda shaxsiy avtomobillar sonining ortib borishi shaharlarda tirbandlik va ekologik muammolarni olib keladi. Demak, biz nima qilyapmiz? Jamoat transportining ijobiy tomonlarini sanab chiqyapmiz. Birinchisi tirbandlikka sabab bo'lishi yoki ekologik muammolarni yuzaga keltirishi. Bundan tashqari, siz fikrlaringizni bog'layotgan paytda bundan tashqari shuningdek avvalo kabi kiritmalardan foydalanganingiz ham yuqori ball beradi. Bundan tashqari jamoat transporti aholining moddiy xarajatlarini kamaytirib, kundalik qatnovni ancha qulaylashtiradi. Demak, umumiy hisobda 3 ta fikr berdik. Jamoat transportining qulayligi bo'yicha. Birinchisi tirbandliklarni oldini oladi, ikkinchisi ekologik muammolarni yuzaga kelishini oldini oladi, uchinchisi xarajatlarni kamaytirib, kundalik qatnovni qulaylashtiradi. Demak, kundalik qatnovni qulaylashtirishi bilan xarajatlarni kamaytirishi bu boshqa fikr sanaladi. Biz 4 ta xususiyat sanadik. Endi dalilga e'tibor beramiz. Tadqiqotlarga ko'ra Toshkent shahri havodagi zararli moddalarning ko'pligi bo'yicha eng oldingi o'rinlarda turadi. Umuman olganda bu dalil berilgan 4 ta fikrlardan bittasini, ya'ni yuqorida berilgan ekologik muammolarni yuzaga keltirish fikrini ochishga, izohlashga xizmat qilyapti. Ammo joylashgan o'rni noto'g'ri. Biz qaysi fikrimizni isbotlamoqchi, dalillamoqchi bo'lsak, dalilni shu fikrimizdan keyin keltirishimiz kerak. Bo'lmasa, vaziyatga mos emas bo'lib qoladi. Ya'ni u mana bu yerda berilgan xarajatlarni kamaytirishi, kundalik qatnovni ancha qulaylashtiradi. Mana shu yerdagi ikkita fikrni ochib beradigan dalil berishimiz kerak. Bu yerdagi bu dalil mavzuga mos, ammo
Buning o'rni mana bu ekologik muammolardan keyin keltirish kerak. Shu yerda o'quvchilarim ko'p savol berishadiki, dalilni qayerda keltiraylik? Avvalo, dalil mavzuni ikkita tomonida ham bo'lishi shart. Ya'ni asosiy qismning birinchi xat boshida, asosiy qismning ikkinchi xat boshida. Chunki nizom talabiga ko'ra esseda berilgan topshiriqdagi qarashlar, ya'ni tomonlar mana shu A1, A2da izohlanadi, yoritiladi. Demak, dalil ham mana shu yerda joylashishi kerak. Ammo xat boshining boshida joylashtirasizmi, o'rtasida joylashtirasizmi, oxirida joylashtirasizmi, uning ahamiyati yo'q. Ko'pchilik o'quvchilar otiga, nomiga dalil bo'lishi uchungina dalil berib ketishadi. Mana bu yerda berilgan dalil mana shunday qo'pol xatoni yuzaga keltirgan. Shu uchun dalil vaziyatga mos bo'lishi uchun ikkita narsaga amal qiling. Birinchisi, dalil haqiqatdan ham mavzuga mos bo'lsin. Sizdan jamoat transportlari bilan va unga norozi bo'layotganlarni so'rayaptimi? Unga norozi bo'layotganlarni fikrini yorityapsizmi? Shu fikrlaringizga mos bo'ladigan dalil bering. Yoki jamoat transportini yorityapsizmi? Jamoat transportiga mos bo'ladigan, ya'ni uni qulayliklari, uni ko'proq targ'ib qilishimiz kerak bo'ladigan fikrlarni berasiz. Shu fikrlaringizga mos dalil bering. Dalilingiz jamoat transportining turlari yoki avtomobillarning turlari haqida bo'lmasin. Qaysi mavzu yoritish so'ralgan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri o'sha mavzuni yoritadigan dalil bo'lishi kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, dalilingiz qaysi fikringizni isbotlashga xizmat qilyapti? Dalilingiz qaysi fikringizni yanada ta'sirchan, ishonchli qilib ko'rsatadi? O'sha fikrdan keyin berilishi shart. Shundagina u vaziyatga mos bo'ladi. Bemalol siz hatto xat boshini, A1 xat boshisini ma'lumki deb dalil bilan boshlasangiz ham bo'ladi. Masalan, hozir mana shu holatda ma'lumki Toshkent shahri oxirgi yillarda havosidagi zararli moddalarning ko'pligi jihatidan birinchi o'rinni egallaydi. Bunga esa turli sabablarni keltirish mumkin. Birinchidan, avtomobillar sonining ko'payishi ulardan chiqadigan zararli gazlarning ham ortishiga sabab bo'lmoqda deb birinchi dalilni berasiz, keyin dalilni izohlab ketib bilasiz. Yoki mana shu yerda shaharda tirbandlik va ekologik muammolarni olib keladi. Tadqiqotlarga ko'ra Toshkent havosidagi zararli moddalar miqdorining ko'pligi jihatdan birinchi o'rinda turadi deb o'rtada ham berib ketish mumkin ekan. Xulosa qilib aytganda, dalilni berayotganda vaziyatga moslashingiz, dehqoncha qilib aytganda, jumlangizga, gapingizga yopishtirishingiz kerak. Yopishgan dalilgina vaziyatga mos hisoblanadi. Shunchaki dalil berib ketishingiz, yolg'ondan raqam berishingiz bu dalil bo'la olmaydi. O'ylaymanki, shu joyigacha sizga tushunarli bo'ldi va endi keyingi ammo kichkinagina tuyulsa-da o'zi ammo muhim bo'lgan bir ma'lumot bilan ham bo'lishaman. Bir hafta davomida 300 dan ortiq esseni tekshiradigan ustoz sifatida o'quvchilarimda ko'p xatolarga duch kelaman. Ko'p uchraydigan xatolarga duch kelaman. Bulardan biri tinish belgilari. Agar esseda tinish belgilariga oid kamchilik bo'lmasa, sizga shu banddan ham 2 ball qo'yadi. Ammo bitta ikkita tinish belgisiga oid kamchilik yarim ballingizni, 4 tagacha bo'lgan kamchilik 1 ballingizni, xullas mana shunday ball yo'qotishga sabab bo'ladi. Dalil beraman deb u bilan ishlatiladigan kirish so'zlardan keyin tinish belgilarini ishlatmasangiz ham tinish belgilariga oid bo'lgan kamchilikni yuzaga keltirgan bo'lasiz. Biz odatda dalilni qanday boshlaymiz? Masalan, jumladan, xususan, tadqiqotlarga ko'ra, mutaxassislarning fikricha yoki statistik ma'lumotlarga ko'ra yoki aniq manbasi bilan keltiramiz. Kun.uz sayti ma'lumotlariga ko'ra, shu yerda ikkita tanish belgisi. Birinchidan, ko'radan keyingi qo'yilgan vergul bu kiritmaning verguli. Ikkinchisi, Kun.uzdagi qo'shtirnoq. Bu ham tanish belgisi. Nega shu yerda Kun.uz qo'shtirnoq ichiga olindi? Sababi u saytning shartli nomi yoki manzili. Demak, siz saytni shartli nomini berasizmi, uni ham qo'shtirnoqqa olishingiz kerak.
Kembrij universiteti tadqiqotlariga ko'ra, bu ham kiritma sanaladi va undan keyin vergul qo'yilishi shart. Xulosa qilib aytganda, dalilni berayotganingizda kiritma bilan bersangiz, u kiritmadan keyin garchi u kirish so'z bo'ladimi yoki kirish birikma bo'ladimi, baribir ham kiritma bo'lganligi uchun ulardan keyingi kerak bo'ladigan tinish belgilarini qo'llang. Bo'lmasa, yana yarim balldan mahrum bo'lishingiz mumkin. Demak, mana bugungi darsimizda esseda dalil turlari va ularni vaziyatga moslab ishlatish usullari haqida siz bilan bilimlarga ega bo'ldik. Esseda yuqori ball olish barchaning qo'lidan keladi. Faqatgina to'g'ri dastur va tizimli tayyorgarlik kerak. Ko'p essay yozishingiz va har yozgan essayingizda bo'layotgan kamchiliklarni keyingi essayda takrorlamasligingiz shart. Shundagina siz ham yuqori balli essay yoza olasiz. Unutmangki, essay yarim sertifikat degani. Essay haqida yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun meni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.